olib yetkazamiz. Bankimiz, o'zimiz bankimizda. Har haftasiga bor. Kunda yurdik, mijoz va jismoniy shaxslarga katta murojaatlarni tegishli bo'limlarga topshiriq qilamiz. Masalasini yechib beramiz. Kimlardir masalalar bo'lsa, bemalol bizda takliflarimiz mavjud. Balki 312 sonli yuridik shaxslarga 7 yilga 100 million so'mgacha sug'urtasi polisi beriladi. 300 million so'mgacha garov beriladi. Keyin mahalla loyihasi biznesga ko'mak. Yana chakana kreditlarimiz bor, onlayn kreditlarimiz bor. Kimlardir murojaatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Menga kredit kerak, 10 millionlik. Biznesga ko'makdan. Bizda rakim topshirganmisiz? Ha? Xolmati va Fotimami? Xolmati va Fotima. Bizga rakim topshirgan bo'lsangiz, mahallabay xodimlari bor. Mahallabay xodimlari bor. Mahallabay xodimlariga topshiriq qilamiz. Hozir dilaringizni ko'tartirib, nasib 3 kun ichida murojaatingizni hal qilib beramiz. Yana kimlar? Men Rahmongerdiyeva Firuza, mahalla loyihasiga 20 millionlik kredit olmoqchiman. Sizdan rakim topshirganmisiz? Hozir mahallabay xodimlarini chaqiraman. Hozir dilaringizni ko'tartirib, Fotima sizlarni dilaringizni ko'tartirib 3 kun ichida agar qandaydir xulosasi kelgan bo'lsa, 1 kun ichida demonlarni ajratib beramiz. Sizga tushadi. Maqsadni ishlatingizlar. Maqsadni qaytarasiz. Yo'q, maqsad shu. 312 shu nimadir anavi bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xalq ta'limasi eshigimizni ochib. Shunda murojaat qilamiz. Shunda murojaat qilmagan bo'lsa, hammaga rahmat.